Nega narxlarni sразу yozib qo'ymaysizlar degan qarg'ishlarga rosa ko'p uchrayman. Sizlar, bitta narsani sizlarga aytaman. Hamma Instagramdagi sotuvchilar nomidan men sizlarga javob berishga tayyorman. Bilasizlarmi qizlar, men narxlarni nega yozmayman? Chunki men bitta обучение o'tayotganimda o'tda aytilgan, narx yozsanglar, to videolarni Instagram o'chirib yuborish mumkin yoki topga chiqmasligi mumkin deb bizga aytilgan. O'shandan keyin men 3 marta sinaganman. Har hafta bitta postimga narxlar yozardim va imенно shu postim o'chirilib ketardi yoki deb topga umuman chiqmasdi. Ya'ni odatda mana videolarim 50 ming, 100 ming, 300 ming bo'lsa, prosmotrlari, to imенно narx yozganimda 10 mingdan oshmaydi, tasavvur qilasizlarmi qizlar? Men o'ylaymanki, har bir tadbirkorlarga bu juda ham yoqimsiz, chunki biz mehnat qilib har kuni video qilamiz qizlar. Bolalarimizga qaraymiz, ovqat qilmaymiz, maza qilib uxlamaymiz. Imенно shu bizda sotuvlar bo'lsin deb, klientlarga imенно mahsulotimiz chiroyli qilib yetkazib beriladi deb uxlamasdan, imенно o'zimizni ayamasdan vaqtimizni videolar olamiz va shu videolar ana hatto yaxshi prosmotr olsin deb harakat qilamiz. No imенно narx yozib qo'yganimiz sababli bizda afsuski qizlar videoyimiz topga chiqmaydi. O'shaning uchun qizlar iltimos, qarag'ashchilarni xohlaman. Men ham juda ham yomon ko'raman narxlar yozib qo'yishmasa, no men shu narsani tushunganim uchun umuman ularni ayblamayman, qarag'amayman va men atti ulardan olmayman demayman-da. Men rostdan lichkasiga kiraman, nech pul deb so'rayman, narxini bilaman, bo'ldi, uspokаивать qilaman. Iltimos, давайте bir-birimizni yaxshi ko'raylik, bir-birimizni asraylik va shunaqa narsalarni balkim sizlar bilmaganlar sababchi shunaqa deb o'ylaysizlar. No, biz atti qilmaymiz. Masalan, men shaxsan mana bu hafta ham shu 3 ta mana hozirgi skrin, shu 3 ta videoga narx yozib qo'ydim-da qizlar va shu videolarim topga chiqmadi, lekin men buni xohlamayman. Shuning uchun men narxlarni shaxsan sizlarga Instagramda, storylarda, postlarimda yozmasam, iltimos meni qarg'amang. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Просто именно meni ishimga ta'sir qilayotgani uchun qizlar, men shuncha mehnat qilyapman, montaj qilyapman, vaqtimni ayamasdan qilyapman-da, но, к сожалению, mening videolarim topga chiqmayapti. Shu sababli men bugundan boshlab, ya'ni 100% amin bo'ldim, что narx umuman postlarga ham, storylarga ham yozmayman, chunki Instagram bunaqa postlarni yoki o'chirib yuboradi yoki umuman topga chiqarmaydi. Men esa harakat qilyapman, shu sotuvlar bo'lsin deb sizlarga maqsadli auditoriyamni yig'ish uchun, no, к сожалению, narx yozib qo'ysam, umuman hech kim ko'rmayapti. Shuning uchun qizlar, shu narsaga umiddaman. Iltimos, kim shunaqa qizlarni yomon, shunaqa magazinlarni yomon ko'radi, kommentariyaga yozinglar va endi tushundinglarmi yo'qmi, kommentariyaga yozinglar.